Gravity Falls multfilmi haqida dahshatli ma'lumot. Videoni oxirigacha ko'ring. Gravity Falls 2012-yil Disney tomonidan taqdim etilgan ajoyib multiserial. Lekin bu franshiza orqasida juda ham sirli ma'no yashirilgan. Ya'ni multiserialning asosiy yovuz personaji Bill Shiffer mas'ullarning ko'zli piramidasidan ilhomlangan. Billning uchburchak shakli va bitta katta ko'zi mas'ullar ramzida ko'p ishlatilgan. Ya'ni All Seeing Eye, hammani ko'ruvchi ko'z. Va piramida tasviriga juda ham o'xshaydi. Va bu personajning qo'lidagi imo-ishoralar ham mas'ullarga ishora qiladi. Bill sahnalarda okey ishorasini yoki barmoqlarning maxsus tutish uslublarini ishlatadi. Ya'ni bu belgilar mas'ullarning ba'zi marosim belgilariga o'xshash. Bunday imo-ishoralar haqiqiy mas'ullikda yashirin ma'nolarga ega. Gravity Fallsdagi yashirin ko'zlar va uchburchaklar multfilm davomida ko'p joylarda devor, daraxt, kitoblar, hatto fon elementlarida ham uchburchak shakl va ko'z ramzlari bor. Bu mas'ullik va sirli jamiyatga ishora qilib, hamma joyda kuzatish ma'nosini bildiradi.